Leksiyemizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugün sizlerle 2021 yıl 3. ayının 3. günü hürmetlik vatandaşım. Yukarıda sizlerge muhakeme karakterli leksiya sözüldük. Yani o leksiyemizi davamlaştırayla ahır nemi dedik? Amerika Qo'shma Shtatlar için bir egizli gap. Neme qılıvatsa-da Xitoy deysizlar, bir egiz gap. Men shunda ishinaman. Balki chekkadan oshirib o'tgandimi, yoki chekkaga yetmay qolgandi. Amerika Qo'shma Shtatlar için bir egizli gap. Jazo lageri degan nima? Majburiy emgak degan nima? Qaysi zaman, qaysi asr bu? Nima qılıvatsa bir egizli gap. Zaten ben baş savol qo'ydim. Amerika Qo'shma Shtatlar nimani kutib turyapti? Qaysi paytni kutib turyapti? Men bunga hayronman. İkincisi yani şunu koyup bakayım, dikkat kıldınız mı vatandaş? Ben bir katım sizge egizge aldım, sizden aldığınızda. Hazır Tibet'te Xitay bundan siyasetini yol koymadı. Bunun sebebi ne? Mesela Uygurlar qaratqan muşundaq bastıroş, muşundaq soykırım hareketini, yoki yumshoq pichoq bilan odamni yo'qotish yoki odamni halok qilish siyosatini Xitoy hozir Tibetda yo'lga qo'ymadi. Ya sizlarning xabaringlar bormi? Ya meni xabarim yo'q bo'lsa kechiringlar. Tibetda bu holda emas. Agar Tibetda bu holda bo'lgan bo'lsa, dunyo buchoq o'ngtoy bo'lib ketadi vatandoshlar. Agar Xinjiangdan qo'shilib, Uyg'uristondan qo'shilib, Tibetdan qo'shilib keladigan bo'lsa, dunyo o'ngtoy bo'ladi. Chunki dunyoning axloqi bunaqa bardoshlik berolmaydi. Inson-ku, hammamiz inson-ku, hurmatli vatandosh. Şu Tibet'te nima uchun bunday qilmaydi Xitoy? Nima uchun bunday bostirmaydi? Uyg'ur nima uchun bunday bostirdi? Men sizlarga boshdan oxiri so'zlab keldim. Uyg'ur masalasi Xitoyda qonun masalasi atalmış. Ya'ni atalmış qonun masalasi degan so'zning ma'nosi bostirish masalasi. Chunki nemishki Xitoy Uyg'urni urush maydonida qo'lga oldi. Bu degan gap. Uyg'urning inqilobini to'xtatdi. Uyg'urning davlatini munqaris qildi. Xalqaro jamiyat shundoq qildi. Shuningdan keyin Uyg'urni tutib Xitoyga topshirib berdi. Xitoyga o'tkazib berdi. Demak, shu vaqtda o'zi selishtirganda bu urush holati vaziyati vatandosh. Uyg'ur bilan Xitoyning shu vaqtdagi 1944-45-yillardagi vaziyati urush holati vaziyati vatandosh. Xitoy mana shundoq vaqtda Uyg'urga yoki Xinjiang degan zaminga erishdi. Bu yerda erishdi. Xitoy Uyg'ur tecavüz qilindi. Onun hammasini deb keldi. Hozirgacha deb kelyapmiz. Bir narsa sizlarga oydin bo'lsa, vatandosh, bundan burun Shingsesay deganlar boshqurganga bu zaminni, Manju deganlar boshqurgan, bularni qo'yib turing. Bir eg'iz gap esingizda bo'lsin, vatandosh. Bir millat akop kuchib, urush qilib, o'rnidan dasturib, bir varaq qog'ozda qo'liga elib, men bugun mustaqillik jakarlayman dedimi? Shuning o'zi hisob. Xudoning oldida hisob, bandining oldida ham hisob vatandosh. Sening og'zingdan biz bugun mustaqillik e'lon qildik degan so'z chiqqan kuni, uningdan boshqa yetib kelganlarning hammasi tajovuzchi bo'ladi vatandosh. Tushundingizmi? Sizni birisi e'tirof qilamdi, qilmamdi ikkinchi gap. Siz mustaqillik e'lon qildingizmi, undan keyin kelganlarning hammasi tajovuzchi. Mana shundaqla qarasangiz bo'ladi. Agar bizning gapimiz bugun to'g'ri bo'lmasa, xato bo'lib qolgan bo'lsa, shuning ishimnaki kunlardan bir kuni yetib keldiki, aman sizni bizni aqlaydigan advokat chiqadi dunyoda. Bularning gapi to'g'ri deydigan, aqlaydigan advokat chiqadi dunyoga vatandosh. Uyg'ur ana shunday mustaqillik jakarladi, Xitoy bostirib keldi. Shunga Uyg'urga qo'llangan bostirish qonun bilan harakat qilish, qonun bilan muomala qilish deyildi. Tibetga qartligini to'ngjan yoki birlik sap deyildi. Shunlashqa hozirgacha toki Dalay Lama 59-yil Hindistonga kirgicha bo'lgan arliqdan tortib hozirgacha 60 yil mobaynidagi da'vo ishida Xitoyning Tibetga qaratgan siyosiy to'ngjan birlik sap siyosati. Lekin o birlik sap siyosati to'xtab qolgani yo'q. Masalan 2008-yil 3-oyning 14-kuni bostirdik o. Avval Tibetlarda bostirdik 2008-yil, 2019-yil 7-oyning 5-i kelganda bir oy degidek, bir yil bir oy degidek vaqtda Uyg'urlarni bostirdik. Bu vaqtida o'xshash. Hozir yig'ilish lageri keng ko'lamlik, nazarband qilish keng ko'lamlik.
planlıq tug'ut va tug'ut cheklash keng ko'lamlik va yoki Uyg'urlarga muomala qilgandek bostirish keng ko'lamlik Tibetda ko'rilmayotdi. Buning sababi nima vatandosh? O'ylab ko'rdingizmi? Men sizga boshda aytdim, hozir Şinjandagi Muslimlik Uyg'uristonda bo'layotgan ishlarni bir taraf qilish uchun Amerika uchun bir eg'iz gap nima qilyapsangiz hozir to'xtaydi Xitoy dedim. Buning asosi bormi yo'q vatandosh? Qarab turing, siz anglab turing ha. 1963-yili Kuba Karayib dengizi raketa krizisi. Vatandoshim, sobiq prezident merhum prezident Kennedy sen raketa parxod qachalangan parxodlaringni chekindir Karayib bo'g'izdan dedi Xrushchevga, Rossiyalik Xrushchevga. Ya 2 kun ya 3 kun tirkashdi Xrushchev. Chekindirishga majbur bo'ldi vatandoshim. Tushundingizmi? 1999-yili oldimizda o'tib ketgan yilda sobiq prezident Clintonning davlat ishlar kotibi Albright xonim Indoneziya, ya'ni Sharqiy Timor masalasi, Sharqiy Timor xalqi bostirildi. Qurolli qo'zg'olon ko'tardi, bostirildi. Boshqa gapni qo'yib turib, Albright xonim Suxato taxtdan cho'sh dedi. Suxato taxtdan cho'sh dedi. Sharqiy Timorning mustaqilligini e'tirof qil dedi. Şu vaqtki matbuotda Dunyo gazeti qarang Xitoy tilida nashr qilingan hurmatli vatandosh. Suxato 2 soat ichida taxtdan tushdi. Sharqiy Timorning mustaqilligini e'tirof qildi. Ko'rdingizmi tarixdagi mo'jizani? Vatandoshim. Ya'ni shu 99-yili 5-oyda sobiq prezident Clintonning armiyasi, havo armiyasi Belgradni bombardimon qildi vatandoshim. Shundaqmi? Belgradni bombardimon qildi vatandoshim. Belgradda Xitoyning bosh elchixonasi bomba tegib ketdi. Shu vaqtda gap bomba tegib ketdi. Xaritimiz xatosizlab qopti dedi ishtigidi. Xitoyning davlat ichida nima ish yuz berdi bilamsiz? Siz shu vaqt davlat ichida bo'lsangiz bilasiz. Bir ayg'ish namoyish qildi. Axir Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati shu vaqt davlat mudofaa ministri Cohen degan nima dedi? To'xtat namoyishni dedi. Nima tugamagan bu namoyish dedi. Atsi Xitoyning Beijing deganiki namoyishlarning hammasi to'xtab qoldi vatandoshim, hammasi to'xtab qoldi. Keyin bu masala suhbat orqali hal qilindi dedi. 2000-yili sobiq prezident George W. Bush prezident bo'lib saylandi. 4-oyning 1-kuni Xaynanda va atrofidagi havo tavalligida Amerikaning aeroplani, razvedka aeroplani bilan Xitoy Wang Wei degan kishi haydagan aeroplan so'qishib ketdi vatandosh. Ko'ringmi tomashani? Xitoyning aeroplani ko'qim talqon bo'lmadi, shu so'qishlar dengizga tushib ketdi. Amerikaning aeroplani yana saq qoldi. Biroq aeroplanni Xitoy qo'rishab degandek Guangzhouga qaysi bir aeroportga tushadi. Arliqda bir yil, bir oydak, 2 oydak, bir oydak g'avg'o qildi. Amerika Qo'shma Shtatlar dedi, qo'yib et aeroplanni dedi, qo'yib etdi Xitoy. Qaytib keldi o'zining joyiga vatandoshlar. Mening deganim bir jumla so'z, bir eg'iz gap. Bugungi kunda Şinjandagi masalani to'xtat desa bir eg'iz gap bu vatan. Nimish bunday qilsan deb tugaydi. Nimani kutyapti? Payt nima, chaqlayotgan narsa nima? Buni bilgan olmaydi hurmatli vatandoshlar. Nimani kutyapganligini bilgan olmaydi hurmatli vatandoshlar. Şu hozir Uyg'urning masalasi intayin og'ir masala. Uyg'ur halok bo'lyapti. Nazarband qilindi. Uyg'ur halok bo'lyapti. Nazarband qilindi vatandosh. O'ttirga chiqayotgan materiallarni ko'ryapsiz, kelayotgan xabarlarni ko'ryapsiz. Uyg'urning turmushida ait og'ir. Moshundaq paytda Amerika Qo'shma Shtatlari bir eg'izga to'xtat mani. Nima qilyapsan desa, to'xtaydi. Zada Amerika Qo'shma Shtatlari nima uchun buni demaydi? Nimani kutadi? Qaysi paytda kutyapti? Men bundan g'ayranman hurmatli vatandoshlar.
Bugün endi birinchi hop mana sizga yetkazdik. Birinchisi Oğul ko'chasi gazeti, ikkinchisi Xitoyning Dovi torbeti ochiq oshkora qo'ydi. Ikki davlat Amerika Qo'shma Shtatlari va Junxo Xalq Jamhuriyati hukumati ikki davlat o'rtasida savdo suhbati boshlanadi. Yangi suhbat. Bu vaqt sobiq prezident Trumpning suhbatining davomi yoki yangi suhbatmi biz bilmay qoldik. Yani konkretliğe ki oturgu çıkışı mümkün. Muşu söhbette avval oylaşıdığan mesele, yaki birinci derecede oturgu koyulduğan mesele, emgek meselesi, emgekki münasebetlik, mecburi emgek meselesi, Uygur'un mecburi emgek seliş meselesi. Muşu mesele muhakeme koyuldu, söhbetke koyuldu dedi. Biz işleyen tezrak buluşuna vatandaş. Nayeti ciddi buluşun. Çünkü biz vakit takazzalığı, vakit tahirsizlik içinde Uygur milletinin meydanında, Uygur halkının namını turup muamele kılımız bu işler hürmetlik vatandaşım.